Ta'minlash tizimi. Turli xildagi benzin, dizel va gaz yoqilg'ilarida ishlaydigan dvigatellar ta'minlash tizimining vazifasi, tuzilishi va ishlashi. Yonilg'i bilan ta'minlash tizimining vazifasi yonilg'ini saqlash, tozalash, karbyuratorga, injektorga uzatish, havoni tozalash, dvigatelning ish jarayoniga mos ravishda yonuvchi aralashma tayyorlash, silindrlarga yetkazishdan va yonishda hosil bo'lgan gazlarning shovqinini pasaytirib tashqi muhitga chiqarishdan iboratdir. Yonilg'i bilan ta'minlash tizimi yonilg'i baki, yonilg'i uzatuvchi trubka va quvurlar, yonilg'i nasosi, havo va yonilg'i tozalagichlari, filtrlari, kiritish quvuri, karbyurator yoki injektor, chiqarish quvuri, shovqinni pasaytirgichlar, yonilg'i sathini belgilovchi ko'rsatkichdan tashkil topgan. Dizel dvigateli ta'minlash tizimining benzinli dvigatel ta'minlash tizimidan farqi yonuvchi aralashmani hosil qilish va uni alangalatish usulidadir. Benzinli dvigatelda kiritish taktida silindrlarga karbyuratorda havo va benzindan tayyorlangan yoki injektorli ta'minlash tizimida kiritish quvurlarida o'rnatilgan injektor orqali purkalish natijasida tayyorlangan yonuvchi aralashma kiritilsa, dizel dvigatelida esa sof havo kiritiladi. Siqish taktining oxirida benzinli dvigatelda ish aralashmasi elektr uchqunidan alangalansa, dizel dvigatelida esa silindrda siqilgan havoga dizel yonilg'isi purkaladi. Purkalgan yonilg'i mayda tomchilarga ajralib, yonish kamerasining butun hajmiga taqsimlanadi, bog'lanadi, havo bilan aralashadi va ish aralashmasini hosil qilib, o'z-o'zidan alangalanadi. Dizel dvigatelida yonilg'ini yetarli darajada mayda zarrachalarga ajratish va yonilg'i mash'alini uzoqqa otiluvchanligini ta'minlashga yonilg'ini yuqori bosim ostida purkalishi evaziga erishiladi.